Bu sochlardan o'tmayapti hech narsa. Akacha qo'yvoyim boslamasi qarang. O'tgan safar ham shunga to'xtalib o'tgandim. Akacha chekadimi deyman. Yestirib yotolmaganlar qarang. Yaxshi, lekin bizni sehrimiz juda. Ubaydilla 2000-yil. Ha, Haydar Ali ham mana joyda yomon tiqdi lekin. Robert yangi boy deb Haydar Ali. To'g'rimi? 10-aprelda tug'ilgansiz. To'g'ri. 2005 mi? Ye, vrachga sizdan bir yosh katta ekanmi? Solishasizmi? Hatta u aktyorga o'xshaydi ekan. Bar kimga o'xshasang o'xshayver. Katta bo'lsang gaplashamiz ham. 2005 misiz? Nega to'g'ri deysiz unaqa dadasam? Chunki menga PB, ya'ni Pabarabano degan fikrda aytish kerak edi. Chunki gapirish huquqi yo'q. To'p mana bu katta boshlovchilarning oldida xohlagan gapini gapira olmaydi. Menga ham mana shu narsa yoqmaydi. Ya'ni qanaqa bir yaqin klublarda bo'lsa, ular bilan gaplashish madani. Shu o'ziga yaqinlik gaplashish kerak. Shu borib o'zini fikrini erkin bayon qilish kerak. Robert shunaqa fikrda. Ablushka nima deyapti? Intriga bilan biz ikkinchi period, ya'ni ikkinchi taymni boshladik. Xabarlaringiz bor. Milliy terma jamoamiz hamda U17 terma jamoalari keyingi bosqichlarda Misr terma jamoasi hamda O'zbekiston o'rtasidagi uchrashuv 2-0 sifatida qayd etildi. Undan keyin U17 jamoamiz 1-8 finalga chiqdi jahon chempionatida. Xullas, qo'llab-quvvatlaymiz O'zbekiston faqat olg'a hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham keyinchalik assotsiatsiyaning bu xodimlari bilan intervyu qilaman, короче. Adasham to'g'ri deydi. O'zini yosh ko'rsatishini qaranglar. 5 yilga yosh ko'rsatyaptilar o'zini. 2005 misiz? Shunaqa. 10-aprel. To'g'ri. Ana, qo'y. Qanaqa qo'y ekan deyapsiz? 2003 qo'y. Tovuq ular. Zavoldan tuxum beradigan tovuq. Yo'q. Tovuq. Babam. Robert topdi. Потому что uni xotini 2005 da. Yil Burch. Yilingizni so'ramayapman. Shunaqa. Ana, muchal tovuq ha? Qantirinchi? Muchal tovuq dedi. Yo'q, tovuq emas, kasal tovuq. Ahvol qani? Akacha muqullab turdi mana shunday qilib. Putin bobo bilan ko'rishadigan turdi mana shunday qilib. Migrantlar. Yo'q, hali tovuq tuxum qo'ymabdi hali. Tovuq tuxum hali dedi. Aka, siz menga bir uchrang. Shu o'rta qo'yib yurasiz, qoqoqlar bilan. Siz aytdingiz, qoqoqlar yurularinglar. Ha, ulug'bek bor. Juda bir ajoyib Shohmardon Nulich shu joyda Instagramga ketadi. Yurodilaringni qo'qoqlab dedi. Endi fikrini aytib ber. Tilagi aytmasin, men videolarga aralashtirman. Shuna o'rtalarim bor-da. Xullas, agar burchga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yigit qo'y. Qo'ylar bilasizmi, mehribon bo'ladi, lekin maqsadli bo'ladi. Ular har doim oldinga intiladi, maqsadi aniq bo'ladi. Mana shunaqa burch ostidagi yigitimiz Ubaydilla. Barakat topsin. Bu qizimizga keladigan bo'lsak, Men haqimda gapirasizmi debman. Yo'q. Menga qarab keldingiz-ku. Opaning cho'ta interesi bor. Turishlarni qarang. Opajon, ko'rsatuv bu. O'sha estetika qoidalari bor. Estetika qoidalari. Sizga qarab kelib, qarasak. Assalomu alaykum. Hormang yaxshi qiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Salomat, ko'z tegmasin. Juda ham bebaholar. Chunki oltin da'volar o'rtacha suhbat bo'lyapti. Qani bir intriga, bir ajoyib gaplar eshitamizmi, ko'ramizmi? Balki uchrashuvni nima maqsadda ko'ramiz unda? Ama qizdan oddiy bir shalaqurdan ko'rib o'tirishimizdan foydasi yo'q. Ko'z tegmas. Endi men bilmadim qanchalik bu qizimizga yigit to'g'ri keladi. No, nihoya to'g'ri kelmaydi. Потому что bu balabol, kamiga teshik tursak, o'zimizni chapani oyoq sassiq yigitlar. Yo'q, qirg'iz baykalar yozmasin, bizni aralashtirib video. Lekin qizimizning otlari nima dedingiz? Sabrina. Sabrina. Bilasizmi Sabrina nima degani? Sabr. Qaysarliklarim bor. O'shanga sabr qilasizlar degan ma'noda keladi. Dilshoda, sizga ham murojaatim. Po'lat alanlarda kinosidagi ajoyib Abdulhay. Buni ta'mi uchun 40 yil yotaman. Bunda nima bor ekan, og'a? Tuxum bilan pomidor qovurdim. Dangasa xotinlarning ishi. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. Dilshodagi kesib joyini tashlayman. Yo'q, bu yo'q aytadi hozir. Aka qo'ying, shamada qo'yarsiz, videolarga alashtirib.
Yo, rostdan zvuk yo'q emasmi uka? Qizimiz yaxshimisiz, omonmisiz? Rahmat, Agar yaxshi. adashmasam 14-yanvarda tug'ilgansiz, a? Ha, shunaqa. Ana 14-yanvar erkaklar bayrami. Siz aka yo'lini topsangiz beraveradi. Так что sizga 13 faqat erkaklar kuni emas, bizga har kuni erkaklar kuni. O'zi erkaklarning bayramiga bayram bo'lib tug'ilib beribsiz-da o'zi. Bayram emas, endi taqdir. To erkak kishi zerikmasligi uchun ayol kishi yaratilgan. Shunaqa menda ma'lumotlar bor. Burjiddin aka, Sabrinani ko'rib, butun studiyadagilar Gapirolmay qarib qoldim. ketganini bilib qoldi. Butun studiyagilar qarib ketganini bilib qoldi bu. Ashki toqiy opamiz. Yangi boylarim, toychoqlarim o'zimni yangi boylarim deb kim oti? Mobil bo'ladi. Qarib ketdi-yu hamga. Hammasi bu kosmetika. Yo'q. Rabbilet achkicha ham. Achkiga nima deysizlar? Shu joyga bitta fikrlaringizni, izohlaringizni yozib qoldirsaringiz, pochchamiz omon bo'lsin tashabbusi. Mana hali operatorlarni aytyapsizmi? Hamma deb o'ziga qarab oldi, Sabrinani ko'rib. Bilmasam, men Sabrinani ko'rib ko'rsatuvni to'xtatgim keldi. Sirazi maqsadimga yetkim keldi. Olib ketmoqchi. Ovar chorvoqda ovar birga dam olib. Aka точно bir oqsoqol, noto'g'ri chollardan biri, yo'q bir chollardan biri-da bu. Bu chollar yomon chollar, chipra dalli. O'tgan kapirni poylar, chipra dalli deb o'sha maskani aka-cha kiyib o'ynayapti-da hozir. Bizda ham yomon fikr emas, oq-qora fikr. Iskandar Qodirov nomidan. Aka, avtorligingiz meni qo'limda. Yo'q, ta'qib qilyapti-da. Nimaga? Bu val bo'lmasin deyman-da. Aka, teshik ko'zmunchoq ko'chada qolmaydi deydi. Takshda sizni ishingiz bo'lmasa bo'laveradi. Siz hali 500 gramm nima bilan bodrincha bilan oltariqlikda yana shu joyda yana sizlarga ishim tushyapti. Bodring purish akalarim. Bir o'zlaringiz 15 sutka yoki bir butilka qilasizlarmi deyman-da. Takshda shunaqa fikr sizlarni qoralab o'tdi. Endi Sabrina xonning burchlariga keladigan bo'lsak, qo'ydan faqli o'raloq, Kavaga mol. Opacha baba qarab o'tirishni qarang. Ichlarida shunaqa gapiryapti. Mayli kitoshtasini sizlarga izhor qilib beraman. Turqiya qo'rg'or abdi buzilgur, ahvolingni qara. Ko'p katta kishi uyingda bolam chaqam deb 8 dan keyin o'tirsang bo'lmaydimi? Senga kim qo'yibdi videochilik qilishdi? Ahvolingni qarang. Kiyoga maskaniga qara. Paparoz вообще etadi. bu qizimiz tog' echkisi. Tog' echkisi emas, tog' oxusi aka, yovvoyi oxu. Oxular bilan shu burjatni bugun kuni kelgan ekan. Aytadi-yu, işte yovvoyi hayvonlar qo'lga o'rgatish deydi. Men oxularni nazarda tutaman. Tipa hozirgi qizlarni. Birinchi bo'lib yovvoyi oxuga uzoqdan don tashlaysiz. Bir kundan keyin haligini yeb bo'lganida, ertasi kuni abid paytda tashlaysiz. Keyin 5-10 metr yaqinroq kelasiz. Oxiri keyin qo'lingizdan yeydigan bo'ladi. Lekin mikrofonda qo'shiq aytadi. Kamiga terli bo'lsa. Sendar aka, xafa bo'lmay aka, siz ishingizni qilyapman. Yo'q. Tog' echkisi cho'qqilarda yuradi. Buni yaxshi bilasizlar. Zamonaviy qizlar trendda yuradi, buni yaxshi bilasizlar deyapti. Xizmati E+ o'ziga yarasha rasxodi bor. Diyorbekka telefon qilaymi? Bersinmi bitta modellar telefonni? Diyorbek vrachga kartalar joy qo'yib qo'ying, hozir fayl almashtirishimiz kerak. Shuning uchun bizni texnik tomondan noqulaylik tug'diryapsiz. Aks holda sizni o'yindan chetlatib yuborishim mumkin. Maqsadi aniq bo'ladi. Bitta joydan ekanmiz, tog'dan ekan. Keyin yana bir gaplarni eshitib qoldim, ya'ni qilayotgan kasblarni yaxshi ko'raman dedilar. Bir narsani aytishim kerak. Bu hayotda ikkalangizni ham dunyo qarashingizni bilib olishimiz kerak. Siz psixologmisiz? Ikkalangizni ham dunyo qarashingizni bilib olishimiz kerak. Aka, işte bo'layotgan ishni hal qiling, işte uylanyaptimi? Всё, tezroq ishni hal qilib, давай. Pust он живет demasmi? Bu передача ham yomon передача edi. Sayjonni qidiruvga berdik deb ko'rsatib tayinlamiz deb bo'ldi aytadigan keyin, ha desa, Robert bilan o'rtada nizo bo'libdi, ha desa, yangi olgan zikrini haydashga bermabdi deb. Yomon komediya qilaman. Ajoyib, brachka. Marhamat. Masalan, turmushni qanday ko'rasizlar? Ubaydilla, agar iloji bo'lsa siz boshlang. Turmushni qanday ko'rasizlar deyapti. Biz turmushni qanday ko'ramiz? O'xshatadi endi. Mana
Baydalar turmushni qanday ko'rasiz? To'g'rilab turib. Qis. 3 ta roshga qilib. Biz turmushni shunday ko'ramiz. Ey Ahmadullo degan javob bo'lish kerak edi. Tog'lar ortidan aks sado kelib deb. Bu joylar vaqti kesib tashlaymiz. Tarqalib ketmasin yana o'zi. Mefchanchiga ko'tarishgan bo'lmasin. Uzoqni yaqin qiladigan durbuncha sizlar bilan. Qanaqa ko'rasiz turmushga? Hayotingizdagi juft halolingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Birinchi navbatda tartib-inson, eriga bo'lgan hurmati bo'lishi kerak. Lekin siz ham o'shanga yarasha xotinga tomon hurmatingiz bo'lishi kerak. To'g'ridan meniki ishdan keladi, takvoy biladi. Saharcha deb pisillab tursa o'rniga. Borimni beraman degan bo'lish kerak. Borim emas, beraman deydigan bo'lish kerak. Uni bersa undan yaxshi bo'lib ketadi. Shuning uchun bizda ham ikkita Duvaynoy, Alfredo hamda Robert, Nozimjon davrini ham o'ylab ko'ramiz yoritishdi. Vaqt soat kelib mana shu personajlar haqida video qilamiz. Yo'q narsadan ham bor qilish kerak. Yo'q narsada bor qilish kerak, bor narsada yo'q qilish kerak deb ba'zi. Nimaga desa, ba'zi birlar yuqorida kuydirgan palakat bo'ladi, bilasizmi qizlar? Yalmog'ida o'xshaydi. Hali avtobusda akacha bilan shunaqangi suhbat olib kelganman. U qara dedi, ruskiylar kelib shu yerda ish boshlabdi dedi. "Siz nima deyapsiz?" desam, haligi ruslarda uchadigan shprigisi bo'ladi. Ashna bitta olib kelaylikmi shu yerga? Nimaga desa, yalmog'iz qizlarga uchirib yuborgan. Qarachi, qizlar jonlar, sizlar hammalaringiz chiroylisizlar. Menga hammalaring yoqasizlar. Rahmat sizlarga. Inson joyga. Yashab bersalar bo'ldi ekanda. Sizni hayotga qarashingiz, turmush degan bir ajoyib hayotiy kechirmalarga qanday qaraysiz? Men qarashim, Vali qarashim shundayki, mana shu tepaga qaragan holda, ko'zlarim oqayotgan holda desa, tasavvur qildilaring. Aqa qilib o'ytakda o'rda boqib qo'yaman mana yerga aytgan hovuz chaqlar. Ha, o'rda mana shu yerda oqilyapti deb. Aslida Robert video syomka qilayotgan bo'lyapti bu payt. Yomon qilganman, bilib. meni zimmamga qo'shib, o'zimda, oilamda, o'zini oilasidek ko'radigan. İşte men tomonda ham hurmat qilish kerak, e'tiborini joyiga qo'yish kerak. Kuyovni uyga mehmonga chaqirganda kelib ovqatlanib, hadeb qolishligi xato emas-u, kelib bir kun yotib, shu o'zini uyda podrujni yashash kerak. Degan meni bu fikrim. Ba'zi birlar bo'lsa, "Nadori hayotini eshitganman" desa, kelinni uyga borib yotmayman. O'zingni dadang nima bo'lsa ham, shu seni ayolingni o'qib o'qtaragan vaqtida onasi bilan qo'shilib, moliyaviy tomondan shuncha rasxodlarni joyiga qo'yganda misol. Meni yelkamdagi hamma zimmani oladigan. Mana ko'rdingizmi? Oilada erkak kishidayman. Ko'rdim. Yazama cho'chag'im bordimi? Ayva, yo, tras deb bular tarqatib yubormagan joylari kezdi. Mazga shu joyga bular hokim Zayamning gapi borda. Yomon tushadi deb saqlab yurdim. Kechagina o'zimiz federatsiyada videoga majlis bo'ldi. Kelib nutq beryapti. Videoga olib qarasa, atela zo'r joy gapiryapti. Videoga olib tursam, gapini orasida videoga olib tarqatib yubormadi dedi. Ammo bayqalmay ishlash kerak, meni qarzdor, ballo, battar, bu degan narsalar edi. Oradan 17 yil o'tib men viloyatimizga qaytib keldim. 17 yil. Hali o'sha yerda o'tirishdim. Xamirlagan. Ammo butun dunyoni kezib chiqdim. O'zimdan misol aytaman. Yasirga qo'ymay chiqib, lekin biz chiqarib yuboramiz. Yana aka ichki ishlar olib chiqib, qanqilatma yana hukumatdan ham bilan. Hammasi meni oladigan haqiqiy erkak bo'lishi Erkak kerak. bo'lish kerak. Xo'p, endi burchlar haqida bilib oldik. Lekin raqamlar nima deydi? Raqamlar nima deydi? Raqamlar 94 205 23 33. Alfredo reklama va hamkorlik uchun aloqada. Bum. Abdulla aka, Raqamlar nima deydi? shuncha gapdan keyin raqam kerakmi ekan? Kerak, albatta. Raqamni ham o'ziga yarasha o'rni bor. Birinchi yigitimiz haqidagi ma'lumotni Sabrinaga bersa, yigitimiz aprel tug'ilgan ekan, eshitdingiz, juda ham qaysar xarakter bo'ladi. Raqam 3 chiqyapti. Shunda akachani qaysar deb tasvirlayaptimi? Qaysar emas, men yoshligimda kichkina, ya'ni o'zimizda yaqin kilometrlarda joylashgan bir ajoyib hudud bor edi. Kichkina deb nomlardik.
Ana shu yerlarda yozi bilan kichkina davrlarimni o'tkazib, ana shu yerda tog'am bo'lardi. Shu molga chiqib, Cho'pon tog'am. Ibedullo ismlari edi. Ibe deydi. Erkalashib. Hozirgi kunda har ko'rganimda aytib qo'yaman. Tog'ajon, ertasi menga chiqargansiz desam, nimaga deydi. Shu vaqtida echki boqqanmiz, qaysi ma'noda chorvachilik bilan shug'ullanganmiz. Lekin hozir unda emas. Shveysariyaga borib ferma ochish niyatimiz bor. Fermani yurgizganlar kommentariyaga bir raqamini qo'yinglar, biz videoni davom ettiramiz. 3 lekin zo'r raqamligi borki, o'zi xohlagan biznesni, ishni, mashg'ulotni tanlasa juda ham omadi keladigan insonlarda mana shunaqa 3 raqam chiqadi. Значит, o'qimaydiganlar kundaligi har doim 3 ga to'ladi, deyapti. 3 ga o'qiydiganlar sizlar hayotda bo'lmanglar. 3 bahoni olib, maktabda eng yomon baholarga o'qigan odamlar ham hozirgi kunda taniqli biznesmenlar. Misollarda kommentariyalarda bilib olasizlar. Lekin aprelni inobatga olish kerak. Rosa qaysarlik bor. O'shanisiga ham rahmat deyish kerak, balki tanlagan sohasini qaysarlik bilan oxirigacha bosib o'tsa, juda katta cho'qqilarga erishishi mumkin. Shu akani orzusini amalga oshiraymi? Shu 1-2 yildan keyin, borgan 2 yildan keyin srok qo'yildi. Shu hozir 2025 noyabr. Oxiri. 2027 da bu bolaga bitta klip olamiz, bosh rolda o'ynaydi. Ha? Shu mana Robert Production bunga hamkorlik qiladi. Nodir aka klip olishimiz kerak ona klipiga. Robert Production bosib yuboramizmi jigar? Yana endi qizimiz haqida Ubadillo agazgina fikr beraylik. Qizimizdan raqamlar 5 chiqyapti. 5 bu raqamlar orasidagi eng chiroyli son bo'lsa kerak. Eng chiroyli son hamda 5 ta yonida ikkita dollar ham bor, $500 degani. Zachas. Ну, stavka такая, жизнь пробег идет deydi qizlar. Bitta fohishalardan sen gaplashib qolaman, shunaqa tez o'zini oshqozonim og'riyapti. Doriga pul kerak deb sirasi boshlaydi. Nima deysiz, yo'q deysizmi? Men uni ol, ishini bitir deysizki. Va shu bilan birga odamlar orasidagi ham bilasizmi, qarama-qarshi jins vakillariga juda ham qattiq yoqadigan insonlar bo'ladi. Xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin. Bu holatda hozir Sabrina demak o'g'il bolalarga juda ham yoqadi. To'g'ri eshitdim. Sabrina o'g'il bolalarga juda yoqadi. Aka, biz yoqqani uchun shu videoni boshlab obzor qilib o'tiribmiz. Maqsad ko'ting, to'g'rimi? O'shaning uchun siz rashkingizni sal jilovlashingizga to'g'ri keladi. Kechga xotiningiz bermaydi deyapti. Spalniga chiqib yotyapti. Ahvolni qarang. Soqolcha olingan, qoshni mana yerga chizib olibdimi? Juda maygas ko'rinmayapti. Hozir ustidan bir chelak suv og'darsa, ikkita mana yerda no'xatcha turadi. Va Sabrinada yana bitta narsa bor. 2 yilda tug'ilganlar. Значит, ishlaganda yabayalaringizda asos qolmasin deydi. Asosan ko'rinmayapti. Biz unaqa ishlar bilan faqat shug'ullanmaymiz, Alfredo shug'ullanadi. Alfredo kim? Yangi admin. Shunaqa narsa bor itlarda. Bitta ishlagan joyini qo'yib yubormaydi, lekin vafodorlikda ularga yetadigan hech kim yo'q. Hatto fikringiz, потому что sizni bo'ylagan fikringiz ancha muddat oldin aktiv bo'lgan, hozirgi kunda ne aktualni. Hozir vafo bilasizmi nimada? Vafo mashinada hozir. Siz uni qachongacha bir avaylab chiroyli qarab yursangiz, xotiningizning gari uzoqqa boradi. Eng yaxshi do'st ana shu. O'zingiz to yo'qotmagingiz uchun bu narsa ham yo'qolmaydi. O'zi yangi qabul qilgan buyumlaringiz singar. Deb mana shu yerda g'amgin qo'shiqlar qo'yib, piyoda deb Ana shularni bilishinglar kerak. Labay, nima dedingiz Sabrinaxon? Abdulla aka bilan keyin gaplashib olasizmi? It degani uchun deyapsizmi? Syomkadan berib tashlamaydim. Bilasiz, senlar ekan, shu xayollaringiz to'g'ri bo'lgan har doim. Hech bo'lmaganda it muchala deb gapiring. Ya 2 yil deb o'rganib qolibmiz-da endi. Uzr, muchal sizdan. Lekin itni shu tomoni yaxshi tishlagan joyini uzib oladi. Bizniki bo'lsa so'rib oladi deb. Va asoscha ko'rinyapti shu yerda. Mana anaqa bir moslamalarda surkan, va ko'rinyapti. Uka, shunaqa itlarni qanday qilib qo'lga o'rgatsak bo'lar ekan. Istek olib berdim, baribir qopyapti va ishlayapti. Yaxshisi unga ajoyib o'zik sovg'a qilaman. Shunda yana 1 soat qo'shiladi. Yo'q. Ha, qo'yib yubormaydi. Qo'yib yubormaydi. Ehtiyot bo'laverasiz. Bo'ydilar yarmi qani sani uzib olib ketgan. Ham vafodor bo'ladi. Ham vafodor. Said opa, sizni nigohlaringiz nima deyapti yoshlarga? Hali eshitib ko'rganim yo'q, lekin ikkalasini bundoq kuzatib tursangiz, juda hali bir-birini ko'rishmadi, biz ko'rib turibmiz, bir-biriga mos. Bo'y basti ham,
haligi ko'rinishi ham nima dedingiz Ular xosiyat boshidan bir-birini ko'ra olmasa u yomon. kinoya qiladingiz nima dedingiz meni Siz ham qarab jiyanimda turibsiz-ku. meni jiyanimda deb namuncha kirlasiz voy qizni ammasini o'tirishi menga yoqmayapti. Amma xolalar eng uchiga chiqqan Robert deyman yana. To'yda kontrol qiladigan, shu to'y boshidan keyin bitta ikkita pog'ona pastda turgan odamlarda ancha ishda mana shular hal qilib yuboradi. Shu ha desa, Robert ammasi, nima gap desa, ko'chaga davay. 200 ta choynak, 200 ta piyola. Всё, конкретно по фоточку, по списку hammasi bo'lsin. Всё, keyin telefonni qo'yib, ikkinchi murojaat nima? Nima? Dasturxonchi, yana artistlar, всё, hal qilamiz. Necha pul bo'lyapti? 200 250 beraman. Davay, kamiga 2 kun dam olib ketishcha. Qayerda desa, Robert Residence, ya'ni Robert Shahmardanovskiyning ajoyib hotelida. Deb 2 yillardan keyin biz video olamiz. Yomon o'y xayollar yomon ko'ryapsiz. Adashtirib yuboraman-da. Nima bu ko'rib o'tirgan odamlarda ham. To'xtataylik, yomon chiqib ketay. Agar iloji bo'lsa, Xosiyat opamni ham o'tirishini alohida qo'yib beringlar. Qizimiz manikyur, pedikyur qilaman degan vaqtdan boshlab turib, Xosiyat opamiz tirnoqlarini kovlashni boshladilar. Hayolan qizni rosa kavlab istoriyalariga qiziqdi. Elidan o'tmadi xalq artistini. Rostdan ham bu qizni ko'ziga nima bo'lgan ekan? Kasali bormi ekan? Sayjon? Ko'zlariga linzalar qo'yibdilar, pomadalar qo'yibdilar. Воздушный. Ikkinchi marta. Qizi bor, nozi bor-da, hozir. Qani menga tirnog'ingizni ko'rsating. Nozdan o'rgandim. Noz qiladilar. Ey, tirnog'ingizni ko'rsatingchi qani. Shishchada aytib qo'ying. qizimiz zo'rda, shu uchun men juda ishonch bilan o'tiribman, bildingizmi? Qizimiz zo'r. Kelirib Ha, hamma tomonlama. Jiyaningizga ishonib Xosiyat opa, bilamizmi? Xosiyat opa, tirnoqlaringizni, oyoqlaringizgacha hamma oyoqlarga parvarish qiladi. Aksariyat holatda O'zbekistonda tirnoq ayollar nisbatan shu o'ziga ko'rmaydi yoki o'zini shu qadriyatlariga yashab turgan muhitiga qarab turib fikrlash doirasidan turib ish bajaradi. Shu qo'ymaydi qaysidir ma'noda. Shu moliyaviy tomondan bemalol amalga oshirsa bo'ladi o'zlari u ishlarni, lekin qilishmaydi. Aksariyat hollarda mana bu Rossiya tomonda bo'lganimda deyarli 90% qizlarning qo'li xuddi shunday. Bilsangiz, uzungina tirnoqlari bor, kamiga ham ikkalasida tirnoq yo'q. Bu degani chelak pov keldi. Massaj qiladi. O'ylab ko'ramiz. Voyda. Nima ko'p, sartarosh ko'p. Ana endi yigitdan qizga navbat bersak. Ha, tanishib Bu olishsin. ko'rsatuvdagi maqsad ila bir-biri bilan tanishsin. Ubaydillaga men savol beray, Sabrinaning nomidan. Ubaydilla qayerda yashaymiz? Toshkentdami yo Surxondaryodami? Surxondaryoda. Uylangandan keyinmi? O'qish tugasa Toshkentdan ko'chib kelaman. Toshkentga ko'chib kelaman dedimi? Sani kirgizishmaydi, birodarim. Birodarim nima? Toshkentga ko'chib kelasiz. Nechta Toshkentda yashaysiz. farzandsizlar? Oilada. 4 tamiz. Nechinchisiz siz? 3-inchisi. O'g'ilmi hamma? 2 ta qiz, 2 ta o'g'il. Ha, tinchiganlar bormi? Turmushga chiqqan, uylanganlar? Shunaqa bir zerikarlimi? Men shunaqa ko'rgim, bir intriga bilan, nima bo'lar ekan? Kim bilan kim uylanar ekan? Qani bir addushi bir o'zimiz jentelmen yaxshi bir farishta qiz, takoy pulatvori. So'z boyligini ko'paytirish uchun bitta yana durbinchaga murojaat qilamiz. Hammasi chiqib ketgan, bitta singlim bor. Faqat men qolim bo'ldi. Siz navbatingiz keldi uylanish. Bayroqcha sizda aka, bosing gazini, tezroq uylaning. To'yingizga chaqiring, boraylik, yoritaylik. Qanaqa bo'ldi ekansiz to'yingiz? Qiziqaylik, kimga uylandingiz? Qanday bir ajrashib bilmasdan yeb qo'ygan mashinani ko'rmadingizmi? Shu minib olishdan oldin. Shunaqa. Sabrina Surxondaryoga turmushga chiqasizmi? Yo'q. Nechta farzandsizlar? Sabrina. Biz 3 ta farzandmiz. Eng kattasi o'zimman. Mendan keyin ukam, singlim bor. Ulardan yana bitta o'g'lim bor. Katta, ana efirda orqasida hozir sut berishim kerak, yig'layapti deb. Toshkentda yashaymiz. Ota-onangiz qatgacha uzoqlikda joyga turmushga chiqishingizga rozi bo'lishadi? Namangandan Farg'onadan Shohmardonigacha qancha ekan? 150 kilometr nariyoqqa qarorchi. Shohmardonga kelib bo'lmaydiganlar, nomzodlarga qo'yilgan kommentariyaga addushi o'qib chiqib, dushanba kuni murojaat bilan ko'rib chiqaman. Ha, yopishtiradi ishonavering. Ota-onaga qo'yib berishsa, ular baxtini o'ylab qo'yishadi hamma joyga, lekin men oyimni uzoq joyga anaqa qilib keta olmayman. Nima?
hozir qo'lingni yetaklasa ular Amerikaga ketasan-ku, ahvolingni qara, tekin gapingni qara. Yo'qmi yo'q. Bunaqa u odamning o'y fikri o'zgaradi, lekin ahmoq o'z fikrini o'zgartirmaydi. Mana o'shalardan bittasi. Qarang, siz hali aytdingizki, mani zimmamdan, men erkak kishidek ishlab charchayapman. Mani zimmamdan osil hamma mas'uliyati dedingiz. Ayol kishini qaysidir ma'noda elidan o'tganlari mana shu sferada yuradi. Tipa o'zini ozgina ishini ushlaydi, undan keyin ancha ro'zg'or qaysidir ma'noda boshiga tushadi, achpayt unga tabiat qonuni er kerak bo'ladi. Shu ancha mas'uliyatni erkak yana ham mas'uliyatli bo'lish uchun katta mas'uliyatni oladi. Aktor Robert bu narsaga tayyor. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Sizni ko'rib biz nozikkina dadasining erkasi deb o'yladik, lekin ichingiz to'la bunaqa mas'uliyat nimadan iborat? Kun tartibingiz qanaqa? Endi men Robertnikini aytib bersam, короче, ertalab turadi 9:30 qilib. Qizillar Farg'ona futbol assotsiatsiyasiga ishga o'tadi. Matbuot xodimi bo'lib u yerda ishlaydi. Shu kiradi, xodimlar bilan so'rashadi, kofe-chan qilib, kompyuterda kechagi bo'lgan futbollarni ko'rib, undan keyin jiddiyroq ishlar uchun telefonlarni sekin kavlashni boshlaymiz. Bu yerda turli xil xabarlar kelgan bo'ladi. Shuna qilib kunni davom ettirib, bugun shanba biz kontent qilish uchun Farg'onada Shohmardonga bormasdan video olib o'tiribmiz. Mehnatimizni qadrlab, layklarni bosib qo'yinglar. Yana 2 dona sharhdan keyin biz videomizga yakun yasaymiz. Kun tartibim ba'zi paytda 24 soat bo'ladi. 24 soat bo'ladi. Vizitga qarab, stavkaga qarab chiqaveramiz. Если что, ichganlarni olmaymiz. Uslubga bordi. Singlim, ukam hammasi o'zim bo'ynimda. Siz yordam berasiz ularga. Hozir shu ular Oila maktabda. zimmasi menda. Nima uchun sizda? Uydagilar nima ish qilishadi ota-onangizlar? Buni aytmay qo'ya qoling. Ha, ota-onangiz borlar? Bor. Aha, siz ularga ham yordam berasiz hammaga. Ha, bila turamiz. Chunki nozikkina qiz kuchli qiz ekanligini hech kim tasavvur ham qilmaydi. To'g'rimi, Abdulla aka? Juda kuchli. Biza ko'rinmayapti deb tashqaridan nozik qiz deb hammamiz shunday o'ylayapmiz. O'shaning uchun bu hozir 19 yoshda charchab qopti. Men charchadim, menga yelkadosh bo'lib suyanadigan erkak bo'lish kerak deb. Dilshod oxonam vaqti kelib, mana shu fikrga kelib, Robert tanlaganim adashmayman deb o'ylaydi. Bu taqdir. Mani nazarimda charchab qopti degan so'zingiz noto'g'ri. Nimaga? Sababini aytaman. Baribir ayol kishi charchamaydi. Ayol kishi baribir qaysidir ma'noda unga yelkadosh kerak. Yelkadosh kerak. Hamnafas kerak. Juft oyoq kerak. Plus bo'ydoqlarga, ayollarga erkaklar kerak, ayollarga yana erkaklar kerak. Har holda erkak kishi yonida bo'lsa, mas'uliyatli bo'lsa, agar qiladigan ishlarning ko'pini, yarmini albatta mas'uliyat ila u boshqaradigan bo'lsa, ayol kishi albatta ko'ngli xotirjam, to'q bo'ladi, go'zal hayot kechiradi. Mana shuni inobatga olgan holatda gapiryaptilar Sabrina. Aka xafa bo'lmaynu, mana shu kungacha eng to'g'ri bergan fikringiz mana shu bo'ldi. Boring yana necha 42 yoshda bo'laymizmi? 42 yilda to'g'ri fikrni mana shu hozir aytdi. Qo'ygan payt unaqa fikr akamizni chetlab o'tadi. Yoshigacha ham aytingchi, qaddi qomati, nima ishlar qilish kerak? Mana shunaqa orzuyimdagi kuyov bo'lishni xohlardim deb. Odamning ko'rinishi muhim emas. Deyiladi-yu, baribir qaraladi. Deyiladi, qaraladi. Shuning uchun Robetjon ham qaraladi. Ma'murga mana shuncha effekt, bayroq, sayroqlar qilib mehnat qilib yotibmiz. Operatorim Saidjon bilan videomni oxirigacha ko'rdilaring. Rahmat. Albatta layklarni bosib qo'yinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Keyingi videolar nima haqida bo'lishligini albatta sizlar kutib qolinglar. Mana shu gapni o'tgan safar ham gapirib qo'ying. Mana yana bir marta bosib yubordim, dubl qildim. Birinchi dublda olyapmiz bu kadrlarda. Rahmat. Qisqa oq-qora fikrlarga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum yana bir bor. Meni ko'rib turgan yangi boylar, endi bilib yoki endi bilayotganlar. Xo'p, tushunsanlaringiz, ajoyib rubrika, ya'ni tug'ilgan kun rubrikasini men tayyorlayapman. Ya'ni qanday bo'ladi? Musofirda yurganlar, o'zlarining onalari, farzandlarini tug'ilgan kunlar bilan tabriklasa bo'ladi. Men o'zimni xizmatimni sizlarga taklif qilaman. Tug'ilgan kuningizga yoki farzandingizga borib, ajoyib shirinlik, tort albatta, hamda o'yinchoq, hamda gul onalarga, otalarimizga bo'lsa bir ajoyib suvenir, ajoyib she'rlarni ham qo'yishib, onalar bilan duolarni olib shu rubrikani o'yladim. Qiziqqanlar bo'lsa albatta telefon qilib bog'laninglar. Nomerimni aytib o'taman. 94 kodi bilan 205 23 33. Kelishdiga tug'ilgan kun обязательно через Robert orqali. Так что rahmat. Bum.
deysiz. Ya unaqa haligi tashqi ko'rishi muhim emas devorman. Muhim. Misal tamlinahol. Shunaqa. Sekin nima bo'ladi bu? Bir pachka barsetgan bilan bo'ynimga olaman desa bu. Men aytganimni deydi deb devor olingandan keyin hamma narsaga tayyor. Faqat bugun bersangiz bo'ladi. Bering iltimos, nimaga desa ertaga uchib ketaman. Shunaqa imkonsiz qolganda u yerda boshqa mehrli qo'llar unga qo'l cho'zadi. Sekingina akachoni qo'llarini ushlaydi, shu bilan dalishi, xotinga xiyonat, urush, janjal, balo, qazo, palakat ishlar orqaga ketadi. Yigitni ishi oldiga yurmaydi. Bu yo'ldan tark etamiz. Nima desang shu. Amringizga muntazirman. Bir umr cho'kkalab yurishga roziman deydi. Bir umr cho'kkalab az aka tizzalab olib, "Men bo'ynini ushlab olib, men seni qulingman" demasa bo'ldi. Yosh bola xarakterli odamlar bo'ladi-yu, yelkasiga hali zimma tushmagan erkak kishi. shunaqa kerak emas, a? Yo'q, menga unaqa to'g'ri kelmaydi. Demak, sizga Robert kerak. Mas'uliyat bor bo'yinda. Sizga emas albatta. Siz tipizdagi qizlarga. Robert aloqada. To'qchilikda o'sganda ham oilasida boshqacha tarbiya olsa, uni zimmasida boshqa yuk bo'ladi-da. Agar ota-onasi puliga yurib, to'qchilikka sho'xchilik qilganda, uni miyasi, xarakteri boshqacha bo'ladi. Erkatoy bo'lish kerak emas. Erkatoy bo'lish kerak emas. To'q oilaga chiqqingiz keladimi yo noldan boshlagingiz keladimi hamma narsa? 60% ga to'g'ri kelgan bo'ladi. Chunki Robert hozir 60% da. Sababi fundament bor, quryapman. Plus 60% endi kelsa yo yana 0 bo'ladi, kelsa 100 bo'ladi. Endi u ayolda omadli emas, mehnatkash, yaxshi, sadoqatli, oqko'ngil, xushmuomala, oshpaz, qo'li gul, zabonida bal tomaydigan ayollar bo'lsa, shu sanab o'tgan toifalarimga kiradi. U odam o'ziga bog'liq. Nima Siz ishonib ketasizmi mana hech narsasi yo'q bola, lekin bir 5 yildan keyin bitta qarasangiz sizlarda oila yo'q. Unga ishonib shunga tegib keta olasizmi yo shu yoshgacha hech narsa bo'lmagan, undan keyin nima bo'lishi mumkin? Siz aytdimmi, ayollar ba'zi birlari to'g'im yeyadi, o'shalardan bittasi mana. Nimaga desiz, men unga tegganim bilan nima bo'lardi? Shu o'zida uvereniz yo'qda, ishonch yo'qda. Shuni siz chin dilingizdan xohlashingiz kerak. Unaqa o'y fikrlar yo'q. Ochiq sochiq yubkasidan u yana yedir, bu yana yedir. Hozir shu xayol fikrda. Lekin Robert u etapdan o'tgan. Ana, boriga olaver deyaptilar-da. Yana noldan boshlab yuraman, boshqa ishim yo'qmi? Buni boy qilib, uni cho'nchagini to'ldirib, Unikini olib, mahallada jalabligim chiqib ketadi deydi. Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Meni kutib yurganmi demoqchiman, noldan boshlash uchun. Gapiring, o'rgiling. Voy gapirmayman. Hamma gapni sizga bergan, siz gapiravering jiyaningiz bilan. Jiyaningiz bilan deyapti. Qancha qiz tomon past ketmayapti. Kuyov tomon ham sekin bosmoqchi edi-yu, qarasa endi nomerali tog'amiz, boshiman deb o'zicha suqilmoqchi bo'ladi, lekin bu yerda damakuzur bo'ladi. Yo jiyanimki gapirdi, bu bola ham yaxshiga o'xshayapti. Haligi toparman, tutarman, gapir. Jiyanim harakatchan, kim o'tirgani yo'q. Ham o'qiydi, ham ishlaydi. Xudoga shukr, o'zi eplab o'tiribdi. Hozirgi kunda ba'zi bir mas'ul aksariyat student yigitlardek globalniy muammo ishlaydi. Plus kamiga kurorlik qiladigan bo'lsa yoki biror oshxonada ishlaydigan bo'lsa, ana endi ular 2 barobar mehnat qilishga majbur. Ular nima qilsin? Dardini kimga aytsin? Hech kimga. Yoki Shveysariyaga ko'chib ketsin. Shuni ayt bolam, ayt. Hech narsasi yo'q ekan, hech narsa qilmas ekan deb pastga uravermanglar. qani ochilingchi Ubaydilla. Sabrinaxon kimni jiyani edi? Quvvatladilar. Bir sumalay-pumalaylarga chiqib o'tin-potinlar ko'tarib bir sumalay qilganmi bu qiz? Mahallalarda kimlardir tagida qolganmi bu qiz? Mana tez bilan soch qolib ketibdi deb. Men qilib qolib ketgan ekan. Qilgan hamma ish. Sumalay bir aylantirganmisiz? Bu izlar borlarmi bu joningiz? Ha, o'sha bugunayni deb so'kishda akamiz yeldi-yu. Bu yo'q, buvimlar yo'q, lekin viloyatda katta bo'lganmiz. U bilan yoshlichada aypacha bilan hali yonda qo'shnisi bo'ladi. Paqirni so'ygani chiqadi, molga ketyapmiz, yur deb g'izillab chiqishadi. O'sha buxoni pinhonda ishladi bitirib, qarang. Xushyorona qaytishadi-da keyin. Ham to'g'rilab. Ko'ryapsizmi, fikrlash. Aksariyat hollarda ular papal bo'lib, videolarni ko'rganmiz. Etajda zlo. Hamma ish qiladi.
Sigir tegma deb yuraklari o'ynab ketgan. Men ham boshida tegma deganman aka. Ya ular aqli sayjon ikki tomonlama zavz qo'yadi, ko'tarilib ketsa aytalanki. Jamshid faqat o'zini savolini beryapti bugun. Sigir ham maza qilgandir. Endi soqsa mana shunaqa qizlar soqsa-da. Soqsa shunaqangi qizlar soqsa-da, ikki tomonlama yo yangi boylarda va yo deb. Naturi boshida aytgan fikrlarim to'g'ri, qarama qarshi emas. To'ppa to'g'ri. Ubaydilla Nima savollar ovqat qilish beramiz. bilasiz? Nargiz uzr gapingizni oldim. Nima ovqat qilish bilasiz? Bantadan boshqa ovqat qilishlarini bilaman. Osh qilishni bilasizmi? Ha, bilaman, lekin xamirga yog'mayman demoqchiman. Chunki tirnog'ingiz bor. Robertni fikri buni albatta qoralab o'tdi buni. Xo'p, oshpazlikda ovqat edi. Aka shuni ovqatni o'zi bilan ovqati. Ikki zola xamri bilan shag'al zabz bormi uka gapirish oddiy aldab ber 2 soatda. Shirin qilasizmi? Majburda yeydi, shirin bo'lmasa. Majburiy xohlasang ye, xohlamasang sunna qo'y deganda bu ham. Zo'r. Yigit qizlar gaplashsin. Gapir bolam, gapir. O'zi yaxshi ko'rgani manta edi. O'zi yaxshi ko'rganim manta edi dedi. Aka, vaqtda rultani ham yeb yurgansiz, makaroni ham yeb yurgansiz. Xamir ovqatda. Haftada 4 marta yemaysiz-ku har holda. Okey. Rulton singari. Palibon ko'rinib turibdi. Balkim gumonim noto'g'ridir. Qarang, kelib yo'qolgan pichoq sopi oltin. Mantini yaxshi ko'raman xolos, deyapti. Ana. O, mantini aka biz ham yaxshi ko'ramiz, Sayjon ham yaxshi ko'radi. Manti sho'rva bo'lsa, yonda suv bilan bir qoshiq qatiqchani qo'yib boshlaymiz desak, bu ikkinchi xayol edi. Asli xayol manti bu boshqa temada ketyapti. Mo'ylovni olib, bir mo'ylovni oq bo'lib qolibdi. Ha, qurib ketsin shu mantini bir qilib ber, har bir tayyor-payarini olib kelib. Hech bo'lmasa o'zimiz o'rgatamiz. Hech bo'lmasa do'st bo'lib qol. Sog'inib yurak yig'laydi deb Alisher Zokirov ham bosish kerak edi. Tutaverib, ko'zim sarchaydi. Lekin hech bo'lmasa o'zimiz o'rgatamiz. Qarach kelin bo'lsa bo'ldi, tepib yurishlatamiz deyapti-da. Akacha nattori manyak. Manerini otsa ikkitalik o'pichtiradi, ba'zi bor, tatuirovkasi bor. Yo, Robert yangi boy keldi deb. Baribir manti yer ekanda. O'zi ham bilar ekan ovqat qilishni. Ubaydulla. Men sizga manti deyapman. Desa kerak, osh qilsa ham. Ubaydilla his qilyapsizmi? Mana bu atrofdagi gaplarimizga qarab, muhitimizga qarab qizimiz qanchalik chiroyli ekanligini. Siz tasavvur qilyapsizmi oldingizda shunaqangi Mercedes GL 450 turganini, balonlari, shinalari, torpedalarini aytmaysizmi? Buferlari, plus luklarigacha. Olov mashina turibdi deb. Menga qo'yib bersa 24 soat to'xtatmay haydagan bo'lardim deb. Ichim qizib ketyapti, tezroq kurgim kelyapti. Ubaydilla she'r eshitaylik, mabodo o'sha she'rdan keyin ko'nib qolsa. She'rdan keyin devorni olamiz. She'ringiz qanaqa she'r? Eshitaylik bo'lmasa. Aytaymi? Marhamat. Ayting. To'yin kuni to'yib yig'ladim. To'yin kuni to'yib yig'ladim. Qismatimdan ko'p yig'ladim. O'sha oqshom mushfiq onamning ko'ksiga bosh qo'yib yig'ladim. Tazimga to'yib yig'ladim. Montajda mana shu joyga ketadi-da. Menga muhim emas, ko'zlaring rangi. Menga muhim emas ko'zlaring rangi. Значит, akacha yo'q bir. Har kuni qizlarni almashtiradi, shu pastdan tepaga ko'ziga qaraydi, ko'zlar rangi o'zgargan. Shu to mantiqan fikrlayapmiz. Kim bilan baxtiyor, kimga zorliging? Men bilan baxtiyor, menga zorliging. Ya'ni Robertga. Menga muhim ko'zlaring rangi. Muhimi dunyoda sening borliging. Sabrina. Mana shu improvizatsiya qilib, hali yodladimikan mana shu she'rni? Yo'q, yodlab keldimikan? Vrachga log'dalib bo'ldi. Mana shu she'r bu bolani go'zal qilardi. She'r yoqdimi sizga? Yo boshqa bitta o'qisinmi? Menga muhim emas ko'zlaring rangi, menga muhim ko'zlaring rangi. Biz chekkanmiz, uchganmiz, lekin yomon yo'lga kirmaganmiz degandek bo'ldi-da bu yog'i ham. Muhimmi, muhim emasmi? Muhim kanishna. Faqat bu kecha. Ertaga boshqasi pali bo'lmaydi. Yo'q. Parda ochilgandan keyin bilinadi-da. Bitta devorni olib gaplashamizmi? Bitta devorni olaylik. Qarshimasmisiz? Devorlarni olamiz. Devorlarni buzamiz.
Shunchaki ayting. Вот ana наконец-то. Opacha baland tuflida и akachadan baland, kamiga qizni bo'y baland. Bosib yuborsa bo'laveradi. Robert bemalol bosadi. Filda menga Robertga bo'limi bo'pti. Akachani oyog'ida oq shippak, krossovkami, xullas shimcha, Haydarali bo'lsa bosyapti. Marhamat, savolingizni bering, siz ham savolingizni bering. Shunaqa bola sizga yoqadimi Sabrina? O'ylaganidingiz? Erkak kishiga omad 3 marta beriladi, bilasiz-a? O'zingizdamisiz? U nedir desa, u xo'rozni hayratuvchi moslamadir deb. Hoplang, ha, sen 2 xot ko'ramanmi desa, yo'q, men 4 xot kedaman deb. Ho'plang bo'ldi. O'zingizga keling. Yoqdimi? Sabrinaga birinchi tanishgan, mana bitdan chiqqandan keyin gaplashasizlar, o'shanda nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Uzungina, ajoyib, korolevskiy hot-dog deb. Shu ayollarga ko'pincha gul yoqadi. Shu joyda qiz ham aytadi, jinni qornimoch gulini pishiraymanmi, stekka haydaydi deb. Olinib o'tirib, yo'qmi? Gulli yoniga kichkinagina bunaqa duxobali idishchada tadam yoki tadam, ha? Aha, deb nam yoki qiladi opachamiz. Shaqil zapsimiz bormi, Sayjon? Va ko'nglim g'ashdi uka. Zo'r ekan Ubaydulla. Bitta muzikalamdan. To'ydan keyin ishlatish niyatingiz bormi? To'ydan keyin aldushi ishlaysiz-da. Shunaqa ishlaysiz. 62 kvadratda ishlaysiz. Maydon bo'ylab to'p urishga harakat qilib, zarbalarni berib yuramiz deb. Yo'q bilan futbolga olib solaman. Erkak kishi ishlagan paytda voy uyda ayol kishi ishlamaslik kerak deb o'ylayman. Fikringiz to'g'ri qisman. Mana endi bizda kulminatsion joyi, videoni shu joyigacha ko'rdilaring. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Sizlar bilan Robert Shahmardanskiy, ya'ni Nozimjon Yo'ldashev hamda operator Saidjon, Saidahmedov bo'ldi. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'linglar. Disclaimerga rioya qilgan holda, senzura yaratgan holda biz videoni shu joygacha oldik. Fikrimizni oq-qorasini bildirib o'tdik. Ana endi rahmat. O'yinim ham tugadi. Sen tugatdik.